Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, qalasizlar, yaxshimisizlar? Bog'bon akalar, bugun sizlarga bunga o'xshash mini traktorlar, motobloklar va suv nasoslar barcha zapchaslari to'g'risida va sotuvlar to'g'risida gaplashamiz. Uning uchun bizga like bosib qo'yasizlar. Bunga o'xshash videolarga ham like bosib, kommentariyada fikrlaringni qoldirasizlar. To'liq nech ot kuchiga ishlaydi, qancha rasxod qiladi, hammasini sizlarga tanishtirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Eng yaqin do'stingizga, ya'ni shunga texnikaga qiziqadigan do'stingizga Telegram, Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlarga bemalol podlistani bosib jo'natib, bir joyga o'tirib joylashib olib, videoni oxirigacha ko'ring, narx-navosigacha sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Unda biz video roligimizni boshladik. Fermer akalar yangilikni zo'ri, soatiga 4 tonna chiqaradigan, 220 volt ishlaydigan bu drabilkalar. Qaranglar, soatiga 4 tonna sil chiqaradi. Rasa sizni o'sha 20 ta, 30 ta, 40 ta molingiz bor, uyga olib kelib ishlatadigan xoti. Biz Chintech Agroga kelganmiz. Xudo xolasa, Dilmurod aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudo xolasa biz bu joydagi barcha texnikalarni sizlar uchun hammasini tushunchasini berib va narx-navolarida chegirmalar ham qilishga harakat qilamiz. Nima dedingiz? Ha, qilib beramiz aka, zo'r chegirmalarni qilib beramiz. Chintechdan qanaqa yangiliklar bor va qanaqa texnikalar bor aka? Bizda hozir katta traktorlarimizdan 254 dan 504 gacha bor traktorlarimiz. Hozir bu yerda tashqarida ham bor, ko'rsatib o'tamiz. Skratimizda ham bor. Misol kelib, o'zlariga xohlagan, o'zlariga yoqtirganlarni tanlab olib ketishlari mumkin. Hujjatlari ham shu yerda o'zida sразу bitadi, hammasi. Hujjatlari ham. Hujjatlari ham. Xo'p, Dilmurod aka Bu qarang. 304 traktorimiz. 3 portion hisoblanadi. Ko'rib turganingizda mana orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Orqalari bartavoyli. Pritseplarni ulab ishlatsa bo'ladi. Silindrlari ikkitadan bo'lgan. Ikkita silindrlar 400 kilodan 800 kilogacha yuk ko'taradi. Bundan tashqari bu orqasiga bartavoylarni ulab, ko'tarib, tushirib, oldilarini, jatkalarini ulashsa ham bo'ladi. Misol, ensha yordamida ko'tarib, tushirib, regirovkasini qilsa bo'ladi. Juda zo'r. Qarang, bu soatiga qancha rasxod qiladi? Bu soatiga nagruzkaga qarab shu 2 litr, 2,5 litr atrofida rasxod qiladi. Qarang, yangi olishdi. Baribir update'ga qilishadi-yu. Qancha davomiyligida update'ga qilish kerak buni? Aka, apkatkalarini o'sha 10 litr dizel bilan qilishadi. 10 litr. 10 litr dizel yoqquncha apkatkadan chiqarib olishadi. Sifatiga bog'liq, ha? Sifatlariga bog'liq, ha. Tushunarli. Salarkani ham o'sha yaxshi tozasidan quyishadigan bo'lsa, xudo xolisa ko'p xizmatni qiladi. Bu 4x4 hisoblanadi. 4 ta balonni ham tortadi. Oldini tortadi. Orqa tortadi. Alohida qilib uzib ishlatsa bo'ladi. Oldi kerakligida oldini, orqani qilib ishlatsa bo'laveradi. Shuna narxi nech pul, Dilmurod akami? Buni narxi $7,400. Kelishsa xudo xolisa chiroyli narxlarda qilib beramiz. $7,400. Akalar, bizdan chiqinglar, sizlarga chegirma qilib berishadi. Haqiqatdan. Bunisi-chi? Bu shu 1105 traktorimiz, 18 ot kuchi. 18 ta ot kuchi. Ha, ko'rib turganingizda oldilari ham LED faralar bilan jihozlangan. Kechasi ham bemalol haydashaveradi. Kechasi ham bemalol haydashaveradi. Orqalariga, zadniylariga ham faralarni qo'ydirganmiz. Bu komplektda o'zini frezasi bor, 11 qatorli freza bir qatorli plugi ham bor. Xohlaganlarga 2 qator qilib beramiz plugini. 2 qatorli pluglarimiz ham bor. Rollari ham juda ham yengil. Rollari juda yengil. Mana qaranglar akalar, rolini. O'ta mazza-ya. Haqiqiy bog'bonlardagi bu. Shunaqa. Bitta olib, bog'larning ichiga zo'r. Asosan shu bog'larga olishyapti. Hozir bunday aylanib bog'da, misol uchun meva katta yegandan keyin katta traktor kira olmaydi. Kira olmaydi. Va bular ishlaydigan holat. Zo'r ishlaydigan holat. Bu qancha rasxod qiladi? Misol uchun rasxodini ham aytib o'tib ketaylik. Alloh. Bu o'sha 1,5 litrgacha rasxod qiladi. Juda ham kam ekan, rasxodi. Nagruzkaga qarab 1,5 litrgacha.
Starterda. Oldilariga jatkalarimiz ham bor. Hozir tashqarida bor jatkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. 120 lik oldiga jatkalarimiz bor. Komplektatsiyasida jatkasi yo'q, ha buni? Yo'q, komplektatsiyasi yo'q. Uni jatkalarini alohida qilib beramiz. Uni ham Narxi o'zimiz olib beramiz. Qulay, zo'r narxlarda qilib beramiz. Narxi nechi? Buni o'zi 28 million sotdik. Endi bir 5 kunga chegirma qilib beramiz. Bugun chisto 24-iyun bo'ladigan bo'lsa, 30-iyungacha 6 kunga 27 milliondan vodiy bo'yicha dastavkasini ichida qilib beramiz. Gap yo'q, umringiz uzoq bo'lsin aka. Siz nomingizdan chiqqanlarga hammasiga qilib beramiz. Akalar hurmat qilishib, mana 1 million sizlarga chegirma qilib berishyapti. Juda ham xursandman, sababi ko'pchilik foydalangani yaxshi. Hozirgi holatda 1 million ham bilasizlarmi? Yillik salarkani puli. Shunaqa. Biz endi asosan birinchi qo'l o'zimiz olib kirganimiz uchun, xudo xolisa, narx-navosi optim. O'zimiz primo birinchi qo'l olib kiramiz. Narx-navolarni atrofga qaraganda xudo xolisa arzon qilib beramiz. Qarang, yana bitta narsa, bularni misol uchun avvalambor temir-da bu. Zapchastlari boshqa mayda-chuyda narsalar hamma narsasi bor. Korobkasidan tortib motor qismigacha hamma zapchasini o'zimiz qilib beramiz. Qancha kafolati bor? Kafolati 1 oy zavodskoy defektiga bor, 1 yil servis xizmati bor. 1 yil servis xizmati bor. 1 yil servis xizmati o'zimizda. Bunisi-chi? Bunisi undan azna boshqacharoq, ha? Bunisi endi rangida farqi bor. Bu bundan oldingi viskasi, shu oldilarida Faras varianti. Faras, sal eskiroq. Endi bundan oldingi variantida. 16 Pro Max, 16 Pro deganda-ya. Shunga o'xshaganda. Rasxodlari ham hammasi bir xil. Rasxodlari bir xil, motorlari 11.05 buniki ham. Hozir bug'doy o'rindagi trenddagi bu motobloklarchi, bularchi. Hozir rosa bug'doy o'rishyapti, boshqa qilishyapti. Soqqani qilishyapti akalar. Shunaqa aka. Bularimiz $530 dan $650gacha salarkali 190, 192 har xildan bor. Mana hozir bu bitta akalarimizga sotdik, mana hozir yurg'izib berishyapti. Buni jatkasi bilan birga sotdik. Bular jatkasi ham bor, motoblokka tushadigan jatkalarimiz ham bor. Hozir bularni uстановка qilib, xudo xolisa yurg'izib beramiz. Bu dizelli varianti, 190 motor. 15-6 salarkalik, ha? Salarkalik. Men salarkaliga ishqibozligim baland. Salarkali yaxshida benzinga nisbatan qizishi pastroq bo'ladi. Hozir qanchadan qanchagacha dedingiz? $530 dan shu $650gacha bor. Har xil varianti bor. Kelib komplektatsiyasi nimalari bor? Qilib beramiz. Buni komplektida 5 qatordan 10 qator plus anaqasi bor. Frezasi bor va kartoshka kapatili ham bor. Kartoshka kapatil. Hali bug'doy o'radigani yo'q. Nima deydi? Jatkasimi? Jatkasi yo'q, jatkasi alohida. Alohida sotiladi. Jatkasini alohida necha pul turadi? Jatkasi 7 million atrofida. 7 million. 7 million 200 ming sotilyapti. Mana kichkina Brads firmasiga tegishli bu motoblogimiz ham bor. Bu usilinli motoblok. Bu nariga oddiy motobloklarga qaraganda korobkalari katta buni. Reduktorlari bor. Reduktorlari katta. Narigalar misol 25 chiqadigan bo'lsa, buniki 28 sm chiqadi. Buni narxi qancha bu? Oldilariga shu dugalarni qilganmiz. Bu $380 atrofida chiqadi. Narxi ham qulay ekan. Narxlari ham qulay. Tushunarli. Xo'p, bu tomonda ham shu benzinlik variantliklari, salarkalik cheklar buni va? Bunisi salarkali, benzinli, har xil varianti bor. Buni kichigi bu. Bu 173 motor. Mana ko'rganimiz 190 motor edi. Bundan tashqari chorvador akalarimizga drabilkalar. Drabilkalarimiz ham bir 10 xil, 12 xil assortimenti bor. Va qisqacha tez tushuntirib o'tib ketsangiz juda yaxshi bo'ladi. Bularni ko'proq donga ishlatishadi, maydalagichga. Narxlari ham shu $300 dan $700gacha bor. Hammasi bor. Obyomiga qarab, ishlab chiqarish soatiga qarab, anaqa quvvatiga qarab belgilanadi. 220 voltda ishlaydi. Bular universal drabilkalarimiz 3 million, 3 million 200 ming. Bular 4 million 400 ming so'mda. Bu ham anaqa sholilarni, ya'ni mosh bor-ku, moshni ajratib beradi. Haligi singanini nimasini ajratib beradigan. Moshni ajratib beradi. Elevator deyilardi ilgari bizda. Shunga o'xshash narsa. Bu yoqda makka ko'kalaydiganimiz ham bor. Makka kakalaydimi bu? Makkani sotasidan shu donini ajratib beradi. Wow. Makkani kakalaydiganlar ham bor ekan. Narxi qancha buni? Buni 2 million 900 ming qilib beramiz. 2 million 900 ming. Makkani kakalaydi. Makkani shu
sotadan donini ajratib beradi. Surxondaryolik akalar, aka bitta oling, ko'rib qolsangiz bitta oling aka. Chunki sizlar Makkani ko'p ekasizlar, men ko'raman. Surxondaryoga dastavka ham qilib beramiz. Qilib berasiz. Dastavka bor, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz Dastavka. mavjud. Bu shu nimalar ha bu? Ha, bular shu balansirovka apparatlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsa, narxlarini, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Undan tashqari suv pompalarimiz bor, 76, 100 nasoslarimiz bor. Karcherli dori apparatlarimiz bor, 50 metrli shlankalari bilan komplekt holat. 50 metr shlankasi ham bor. Shlankasi 50 metr. Manochi. Bu ham shu bug'doyiki, mini kombayn hisobida. Mini kombayn. 1 litr benzin bilan olib borib olib bemalol sholini, meni o'jalim sholiga ham bor ekan, bug'doyga. Donini ajratadi endi. Shunaqa, bular benzinli motor bilan jihozlangan. 170 motor bilan juda ham komplekt holatda. O'sha kombayn bormayapti-yu aka. Kombayn bormayapti-yu sizni yeringizga. Misol uchun 30-40 sot yeringiz bor. Bitta bundan olgita kombaynni unuting. Bemalol solib, donini ajratib, ishni bitirsangiz bo'laveradi. Bu motorlar, motopompa haligi suv chiqaradigan. Katta suv chiqaradigan 150-200 pompalari bilan obratniy klapan, shlanka, hamma narsalar bilan komplekt bor bu. Nech pul? 11-15, 11-10. Bularni $500 qilib beramiz. 150 ligini. 200 ligini pompalari bilan bu 150 ligi $500 ga, 200 ligini $630 qilib beramiz. Komplekt holatda. Gap yo'q aka. Pompalar Narxlar qulay. Bundan tashqari motorlarimiz ham bor. 170, 188, 190, 173 benzin, dizel hammasidan bor motorlar. Motorlar dizelligi ham bor. Dizelligi ham bor. Motorlar 900 mingdan 2 million 400 minggacha bor hammasi. 900 mingdan mana 2 million 400 ming so'm. O'sha 2 litr 1,5 litr rasxod qiladigani shu, ha? Shu 188 motor. 13 ot kuchli. Karburyatorlari ham japonskiy ekan akalar. Bemalol olaverasizlar. Nimachi? Dizelli motorlar nech pul? Dizelni 170 motorimiz bor, bularni $170 qilib beramiz. $170. Undan tashqari mana urug' ekadiganlarimiz ham bor. Ikkitaligi, bittaligi, xohlaganligi 900 mingdan 1 million 400 minggacha bor bular. Urug' ekadigan. Ha, urug' ekadigan. Bemalol urug'ni solib, ekib ketaveradi. Ekib ketaveradi. Granulyatorlar ham bor ekan, ha? Granulyatorlarimiz ham bor. Undan tashqari mana 7 ot kuchli motobloklarimizni frezalari alohida ko'rsatib o'tish kerak. Bu qalin variantda chiqqan, eng o'sha yaxshisi pechatligi deydi. Mana ishlatgan akalarimiz bilishadi. Mana pechatlar. Ko'rishingiz mumkin. Nariga parashi misol parashdan 2 barobar ko'proq xizmatini qiladi. Men ham shu metal bor-ku. Mana shu suv nasos sohasida yurganimda shunday narsani bildim. Qiziydigan metal, qizimaydigan metal bor ekan. Admotkalarga ishlatiladigan. Shunaqa. O'shanday metalda ham juda ham katta ahamiyati bor ekan. Ahamiyati bor. Chidamliligi. Hozir so'raganlarga men pompani o'zini ham sotaverasizlarmi? Pompani o'zini ham sotaveramiz. Bundan ko'p. Bundan yetarli bor. Sklatimizda bor yetarlicha. Optimchi akalar ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz optimchi. Xudo xolisa narx uyaltirmaydi. Narx uyaltirmaydi, birinchi qo'limiz. Tushunarli. Tashqariga ham chiqib qolib sizlarga to'liq ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqarida bu tarafdan boshlaydigan bo'lsa, katta traktorlarimiz bor. Katta traktorlar. Xo'p. O'sha boya aytganingiz. Ha, bu aytganimiz. Bu ham shu ikki xil. Yo'q, hozir ichkarida ko'rsatganda shapkasi yo'q edi. Bularda bor ekan-a? Ichkaridagina ham shapkasi bor, faqatgina ichkarida bo'lgani uchun shapkasini qo'ymagandik. Buni kattaligini. Dilmurod aka, necha ot kuchi bu? Bu 50 ot kuchi. 50 ot kuchi. 4 porshinli 50 ot kuchi. 50 ta qora bayir shayda turibdi akalar. Wow. Bu soatiga qancha rasxod qiladi bu 50 ta ot kuchi? 504 traktorimiz soatiga 3 litr atrofida rasxod qiladi. Olib borishadi, kalitni buraydi, bo'ldi, yuradi. Burishadi, yuradi. Wow, 500. Bularga ham o'sha oldilariga aytib o'tganimizdek jatkalari
Orqasida plugi bor, ikki qatorli katta pluglari и frezalari ham bor. Bu ham- Ular alohida sotuvda. Bu kilogrammi boyaginiki 400 kilodan. Bu ko'proqmi 500 kilo bormi yo? Bu 450 kilo atrofida bor. 1 tonna ekan-da. Ha. Ko'taraveradi. Ikkitalik silindrlari ham shu katta silindrdan. Narxi nech bu? Nurot aka buni? Buni narxi 8,5 ming. 8,5 ming. 8,5 ming dollar. Kelishadigan yeri bor. Kelishadigan yeri bor. Kelishtirib qilib beramiz. Akalar Tinchit Agroda bu yerda akalar hamma narsa bor. Dehqon akalar. Zapchastlardan umuman muammo yo'q. Ishonaveringlar. Bunisi-chi 304. Bunisi 304. Aha. Buni 7800 dollar qilib beramiz. Bu 3 porshunli. Tushunarli. 3 porshunlik. Porshunli Boyagi traktor. ichkaridagi svetlini mana jatkalar ulangan nimasi? Ha, jatka ulangan holati. Bu jatkani endi oddiyroq holatda ulangan. Bu ruchnoy bo'lgan, ko'tarib tushirish jatkani. Hozir ustanovka qilyapmiz. U skladda bor. Anaqasi videolarini beraman, qo'yib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Uni mana shu bitta ensha yordamida ko'tarib tushiradigan qilingan. Orqasida frezasini ham shu yordamida, oldini ham shu bitta ensha yordamida ko'tarib tushirib ishlatsa bo'ladi. Bular narxi o'sha boyagi. Bular narxi 27 million. Aksiyada 27 million qilib beramiz. 27 million jatkasiz. Jatkasiz, ha. Jatkasi ham shu 7 million, 7 million. 7 million 200 ming chiqadi. Motobloklar bag'da keraklicha, salarka benzin to'g'rimi? Ha, bular hammasidan bor motobloklar. Tushunarli. Hurmatli akalar, o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bu joy Namangan viloyatining shaharida. Bilsalaring Bobur bog'i bor. Agar bu tomondan kelsalaring mana ko'rib turibsizlar. Chintech ko'rinyaptimi? Bemalol telefon qilib Nurot akadan ma'lumot olib, Xudo xolisa kelishaveradi, Ha. zo'r narxlarda qilib beramiz. barakasini topaverasizlar. Nurot aka, sizga Aka, katta sog' katta bo'linglar. rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. El yurtga foydali narsa olib kelyapsiz ekan. Xudo Juda xursand xohlasa. bo'ldik aka. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.